Juda ham xursandman. Xo'p, ayni damda efirimizga 10 mingga yaqin insonlar ushbu bepul dars boshlanishini kutib, jonli efirda meni kuzatishyapti. Kelinglar biroz qizishib olish uchun sizlar bilan qisqacha tanishib olamiz. Hozir men chatlarni yoqaman. Agarda ovozim sizga yaxshi borayotgan bo'lsa, chatga shunchaki zo'r deb yozib yuboring. Birinchi ovozni tekshirib olamiz, ovozning sifatini. Ana undan so'ng siz bilan qisqacha tanishamiz va keyin mavzuyimizni boshlaymiz. Chatni ochamiz. Chatning silkasini hozir guruhga tashlashadi bolalar. Chatga zo'r deb yozib yuboringlar. Shahobjon. Tak. Hozir men sizga chatning silkasini yuboraman. Mana chatning silkasi tak. Yozing chatga. Zo'r deb yozing. Agar ovozim sizga yaxshi borayotgan bo'lsa va sizga men tiniq, yaxshi ko'rinayotgan bo'lsam. Maksimal darajada hamma yozib borsin. Aha. Zo'r. Demak, sizlarga yaxshi ko'rinyapman ekan. Endi chatga yozing. Qaysi shahardan, qaysi viloyatdan, qaysi davlatdan turib meni tinglayapsiz va bugungi darsga qatnashyapsiz. Shuni izohlarga yozib boringlar. Izohga qaysi shahar, qaysi viloyatdan meni eshitayotganingizni, tinglayotganingizni yozib boring. Xo'p, Toshkent, Buxoro, Moskva, Surxondaryo, Samarqand, Andijon, Turkiya, Farg'ona juda zo'r. Butun dunyo bo'ylab, butun viloyat bo'ylab, butun respublika bo'ylab insonlar qatnashyapti. Aha, yaxshi. Juda zo'r. Surxondaryo, Olmaliq, yaxshi, zo'r. Ana endi o'zingizni yoshingizni va kasbingizni yozib boring. Bu esa menga sizga aynan qaysi tilda, yosh bolalar tilida yoki katta insonlar tilida mavzuni tushuntirishimga yordam beradi shu sabab izohga yozing. Kasbingizni va yoshingizni iltimos. Bu men uchun juda ham muhim hisoblanadi. Aha. 25 yosh, 24 yosh, 30 yosh, 38 yosh. Aha. 43 yosh, 45 yosh, 55 yosh. Zo'r, tadbirkor. Uy bekasi, meditsina. Zo'r. Ajoyib. Rahmat do'stlar, sizlar bilan biz qisqacha tanishib oldik. Ana endi meni diqqat bilan eshitishingizni xohlayman. Chatni yopamiz. Men sizlarning fikringizni chalg'imasligi uchun orada chatni yopaman va orada chatni ochaman. Shu sabab diqqat bilan meni eshitishinglarni xohlagan bo'lardim. Avvalambor, mana shu 5 kunlik bepul darsni boshlashdan oldin Allohning izni bilan bitta duo qilamiz. Sababi chiroyli boshlaydigan bo'lsak, sizga ham, menga ham, hammamiz uchun barokatli, manfaatli bo'ladi. Amin. Mana shu boshlayotgan 5 kunlik darslarimiz 100 minglab insonlarga bir xayrli, manfaatli bo'lishini, mana shu insonlar o'zlarini bir muammolariga yechim topishlariga sababchi bo'lishimni, insonlar mana shu 5 kunlik bepul darsdan maksimal darajada bir o'zlariga, hayotlariga, oxiratlariga foydali bo'ladigan, manfaatli bo'ladigan, xayrli bo'ladigan bir ilmlarni olishlarini Allohim o'zi nasib qilgin. 5 kun uchun menga, jamoamga kuch-qudrat bergan insonlarga mana shu ilmni yaxshi o'zlashtirishlariga yetarli darajada zehn bergan Allohim. Zo'r. Ana endi sizlar bilan kelishib oladigan bo'lsak do'stlar. Men hech qanday sehrgar emasman. Sizning hayotingizni bittada o'zgartirib yubora olmayman. 5 kunlik bepul darslarimizda men sizga qanaqadir sehrli tabletka ham bermayman. Ya'ni agar hozir men shu 5 kunlik darsga qatnashaman, millioner bo'lib ketaman, bittada birdan boy bo'lib ketaman yoki qarzlarimni kimdir uzib beradi degan bir tushuncha bilan darsga qatnashayotgan bo'lsangiz, men mana shu tushunchani biroz o'zgartirishingizni so'rab qolgan bo'lardim. 5 kunlik darsda men sizga maksimal darajada fikrlash tarzingiz o'zgarishiga, o'zingizdagi stress va tushkunlikdan chiqib ketishingizga, barakali bo'lishingizga va pullarni to'g'ri boshqarib, qarzlardan chiqib ketishingizga sizga yordam beradigan
hamma bilimlarni sizga maksimal darajada beraman. Men va jamoam sizga hech qachon mana shu 5 kunlik darslar davomida birinchi bo'lib yozib, sizdan pul talab qilib, mana bunaqa kurs bor, u kursga yoziling, bu darsga yoziling, pulingizni ko'paytirib beramiz deb aloqaga chiqishmaydi. Va agar mabodo kimdir sizga shunaqa bir takliflar bilan aloqaga chiqishadigan bo'lsa, u insonlarni shunchaki bloklab, ularni shunchaki spam bosib yuborishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu avvalambor o'zingizni moliyaviy xavfsizligingiz uchun. Endi 5 kunlik darslarimizga keladigan bo'lsak, do'stlar, 5 kunlik darslarda men sizga biznes qilishni o'rgatmayman, chunki men biznes trener emasman. Men sizga investitsiya qilishni o'rgatmayman, men investor emasman. Men psixologman va sizga holatingizni, ruhiyatingizni, kayfiyatingizni yaxshilab, daromadingizni oshirishingizga va barakali bo'lishingizga kerak bo'ladigan aniq ko'rsatmalarni va aniq yechimlarni beraman, do'stlar. Shu sabab shu tushunchalarni o'zingizga shakllantirib olishingizni xohlagan bo'lardim. Endi 5 kunlik darsimizdan maksimal darajada foyda olishingiz uchun ba'zi bir qoidalarimiz bor va agar mana shu qoidalarga amal qiladigan bo'lsangiz, siz bu 5 kunlik darslardan maksimal darajada o'zingizga yaxshi foyda ola olasiz. Endi qoidalarga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda do'stlar, stakanimizni ham bo'shatishimiz kerak. Ya'ni stakan bo'shatish bu nima degani deydigan bo'lsak, bilaman, oranglarda yoshi katta insonlar bor, oranglarda juda ko'p oliygohlarda o'qigan insonlar bor yoki hayot tajribasi yetarli darajada katta bo'lgan insonlar bor. Men bularni hurmat qilaman. Lekin siz agar shunchaki men hamma narsani bilaman, men aqlliman degan pozitsiyada bu darslarga qatnashadigan bo'lsangiz, kechiring, men sizga hech qanday yordam bera olmayman. Shu sabab yordam berishimni xohlaysizmi? Ilm olish uchun maksimal darajada shunchaki stakaningizni bo'shating. Men ilm o'rganmoqchiman, hayotimni yaxshilamoqchiman degan pozitsiyaga o'tib olishingizni men sizga chin dildan tavsiya qilgan bo'lar edim. Ikkinchisi, do'stlar, negativ insonlarga biz o'zimizdagi energiyani bermasligimiz kerak. Mana shu 5 kun davomida sizning kayfiyatingiz juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sabab men sizdan iltimos qilgan bo'lardim. 5 kun davomida negativ kinolar, negativ seriallar, negativ qanaqadir bir o'ldim, kuydim, yondim degan bir musiqalarni eshitmasligingizni men sizga chin dildan tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi, biz nima ko'radigan bo'lsak, biz nima eshitadigan bo'lsak, u to'g'ridan-to'g'ri bizning ruhiyatimizga, ongimizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari esa atrofingizda shunaqa insonlar bo'ladi. Siz zo'r kayfiyatda yuribsiz, zo'r kayfiyatda endi o'zingizga shakllantirdingiz, lekin u inson bilan birgina suhbat, u inson bilan bo'ladigan birgina bir o'tkaziladigan vaqt bittada sizni kayfiyatingizni tushirib yuboradi. Bunaqa insonlar odatda bizning yaqinlarimiz bo'ladi yoki do'stlarimiz bo'ladi. Iltimos, mana shu 5 kun davomida bu insonlar bilan, ya'ni nima deydi, energetik vampirlardan o'zingizni biroz himoya qilishingizni men sizdan so'ragan bo'lardim. Muhammadjon, qanday o'zimizni himoya qilamiz deydigan bo'lsangiz, shunchaki yana kimdir sizga nolishni boshlaganida yoki kimdir siz bilan g'iybat qilishni boshlagan vaqtda u insonlardan o'zini olib qochishga harakat qilasiz. Ya'ni hozir biroz ishim bor, birozdan keyin bo'shab telefon qilaman yoki keyinroq ko'rishamiz, keyinroq gaplashamiz deb o'zni biroz olib qochishga harakat qilasiz. Sababi, siz maqsadlaringizga erishmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizdagi energiya juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi va agar energiyangizni mana shunaqa insonlarga yoki shunaqa narsalarga qaratadigan bo'lsangiz, maqsadlaringizga erisha olmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizda demak ikkinchi qoida edi, do'stlar. Uchinchi qoidamizga keladigan bo'lsak, uchinchi qoida bu har kuni darslarga maksimal darajada aktiv bo'lib onlayn qatnashish kerak. Tasavvur qiling, men sizga mana shu 5 kunlik darsimiz davomida $1000 darsni mutlaqo bepulga o'tib beryapman. Agar siz bu bepul darsni qadriga yetmaydigan bo'lsangiz, boshqa bir psixologlardan shu darsni masalan pulga sotib olishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Men esa sizga juda qiymatli bo'lgan, juda go'shtli ma'lumotlarni shunchaki Alloh roziligi uchun mutlaqo bepulga o'rgataman va men 5 kun dars o'taman, do'stlar. Shu sabab iltimos darsga o'z vaqtida kiring, sababi darslarni zapisi berilmaydi. Agar mana shu 3 ta qoida sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, iltimos hozir men izohlarni ochaman, ya'ni chatni ochaman. Chatga shunchaki 333 raqamini yozib qoldiring, bo'ldi. Chatni ochaman, chatga shunchaki 33 raqamini yozamiz, bo'ldi. Tak. Chat ochildi, do'stlar. Mana chatning silkasini ham yuboryapman. 333 raqamini yozib o'ramiz. Va shu bilan mavzuyimizga qaytamiz.
11 mingdan ortiq insonlar bizning darsimizga qatnashyapti. Bu juda ham zo'r do'stlar. Aha. Yaxshi. Demak, qoidalar hammaga tushunarli bo'ldi. Zo'r. Ajoyib. Zo'r, ajoyib do'stlar. O'zim tanishtirmabman. Ismim Muhammadjon, 23 yoshdaman, psixologman. 100 mingdan ortiq insonlarga darslarim orqali muammolardan chiqib ketishlariga yordam berganman. Ayni damda Moskvada mana shu psixologiyani 4-bosqich talabasi hisoblanaman va 4 yildan buyon faoliyatimni ham yuritib boraman. Parallel ravishda ham o'qiyman, ham o'zim faoliyatimni ham olib boraman. Menda hammasi rasmiy, ya'ni xavotir olmang, moshennik emasman yoki hech kimni aldab ketmayman. Shunchaki 5 kunlik darslarga maksimal darajada qatnashasiz. Demak do'stlar, bugungi nima deydi, chatlarni yopamiz. Shahobiddin chatlarni yopib qo'yinglar. Demak, qaranglar. Do'stlar, 5 kunlik darslarimizni boshlashimizdan oldin men sizga bitta video ko'rsatdim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, men bu translyatsiyani yoqqan vaqtimiz 6 minutli video chiqdi. Videoning ichida sayyoralarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, adashmasam. Mana shu sayyoralarning ma'nosini keling men sizga biroz izohlab beraman. Bilaman, hozirgi kunda sizda juda katta qarz bosimi bor. Bilaman, hozir siz masalan farzandlaringizni ehtiyojiga ham pul yetkaza olmayapsiz. Kreditlaringiz bor yoki o'ylagan rejalaringiz amalga oshira olmayapsiz. Lekin men sizga bitta narsani tushunishingizni xohlar edimki, sizni xohishlaringiz yoki-da sizni muammolaringiz Allohning nazarida juda ham kichik bir qiymatga ega. Va agar siz kerakli, to'g'ri sabablarni qiladigan bo'lsangiz, siz o'zingizning xohishlaringizga ham tezroq erisha olasiz va o'zingizning muammolaringizni ham tezroq hal qila olasiz. Mana shu 5 kunlik bepul darsimizdan asosiy maqsad esa biz siz bilan mana shu maqsadlarimizga erishishimiz uchun yoki-da xohishlarimizni tezroq amalga oshirishimiz uchun, muammolarimizni tezroq yopish uchun to'g'ri va kerakli sabablarni qilishni tushunib o'rganamiz do'stlar. Kelishdikmi? Endi 5 kunlik darslar sizning hayotingizda tasavvur qiling, mana bu sizning hayotingiz bir tekis ketyapti. Hech qanday o'zgarish yo'q. Har kuni ishga borasiz, har kuni hayotingiz bir xil tarzda davom etyapti va bugun masalan 9-fevralda siz mana bu nuqtada meni darsimga qatnashdingiz. Bepul darsga kirdingiz. Mana shu nuqtadan boshlab sizning hayotingizda sekin-astalik bilan yuqoriga qarab o'zgarish bo'ladi va men bu narsaga juda katta ishonch bilan ayta olaman, chunki juda ko'plab natijalar bor. Ya'ni bittada birdaniga o'zgarmasligi mumkin, ya'ni millioner bo'lib ketmassiz yoki birdaniga qarzlaringiz uzilmasligi mumkin, lekin mana shu birgina dars sizning fikrlaringiz o'zgarishiga va hayotga bo'lgan tushunchangiz, qarashlaringiz o'zgarishiga juda ham katta yordam beradi. Tushuntira oldimmi? Endi to'g'ri sabablar qilishimiz kerak deb aytdim. Ya'ni maqsadlarimizga erishish uchun, muammolarimizni yechish uchun biz to'g'ri sabablarni qilishimiz kerak dedim. Nega? Chunki insonlar doimo harakatda. Ya'ni hech kim maqsad qo'yib, unga harakat qilmayapti degan tushuncha yo'q. Ya'ni hamma, e'tibor beradigan bo'lsangiz, insonlarga hamma har doim harakatda. Ertalabdan kechgacha ishlashyapti, yo'lga chiqishyapti, kimdir taksistlik qilyapti, kimdir farroshlik qilyapti. Kimdir ikkitalab ishlarda ishlayapti. Maqsad nima? Oilasini ta'minlash, muammolarni yopish va chiroyli hayotga chiqish. Lekin aynan mana shu harakatni o'zi bilan hayot o'zgarib ketmaydi. Hayot o'zgarishi uchun esa inson qilishi kerak bo'lgan bir muhim qadamlar bor. Mana shu muhim qadamlarni eng muhimi, eng birinchisi bu o'zimizning fikrlarimizni o'zgartirish va oldimizga aniq, tiniq maqsadlar qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi qarang, maqsad haqida mavzu ochishimdan oldin men sizga bitta narsani tushuncha qilib aytib o'tmoqchiman. 2019-yilda uyda o'tirgandim. 2019-yil uyda, qishloqda, oddiy sharoitda o'tirgan vaqtimda bir insonni, Brian Tracy degan juda bir taniqli, mashhur avtorni bittagina video darsini ko'rib qolganman. U video darsida aytgan: "Hozir qo'lingga oq list ol va o'zingni o'sha 1 yildan keyingi amalga oshmoqchi bo'lgan maqsadlaringni hammasini mana shu oq listga amalga oshgandek, real bo'lgandek yoz" deb aytgan. O'ylaganman.
yozgandan keyin nima uyimga kimdir mashina tashlab ketadimi yoki uyimga kimdir kelib pul berib ketadimi degan bir ichimda bir shubhalanish, ikkilanish, ishonchsizlik juda yuqori bo'lgan. Va mayli, mandan nima ketdi deganmanda oq listni olib o'sha joyga 10 ta o'zimni amalga oshirishni juda qattiq xohlagan maqsadlarimni yozganman. Bilasizmi nima deb yozganman? Birinchi bo'lib ana shu oq listimga yozganman. Toshkent shahrida yashayapman deganman. Ya'ni men Toshkent shahrida yashashni juda orzu qilardim bolaligimda va spiskamga yozganman. Birinchi bo'lib Toshkent shahrida yashayapman deganman. Keyin yana oyiga $1000 daromad qilyapman deganman. Nega? Chunki ofitsiant bo'lib ishlardim. Kuniga 15000 so'm, 20000 so'm oylik olardim. Ertalab soat 11 dan kechasi soat 2-3 gacha ishlab to'yxonada. Buni rasmlari ham bor, agar videolarda ko'rgan bo'lsangiz. $1000 daromadga chiqish men uchun juda katta bomba o'zgarish bo'lgan. Lekin bu narsani ham yozganman. Oyimga mashina sovg'a qilish, o'zimga Malibu olish, sayohatlarga chiqish hammasini yozganman. 10 ta maqsadim. Va 1 yil o'tyapti. Spiskamni uyga bordim, spiskamni qarayapman. Spiskamning ichidan 10 tadan 2 tasi amalga oshgan. $1000 pul topyapman va Toshkent shahrida yashayapman. Yaxshi dedim. Yana qo'ydim. Men chota 1 yilda unaqa katta effekt bermas ekan dedim. Esimdan chiqib ketdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Uydan o'sha narsalarni yig'ishtirib Toshkentga ko'chish davrida, uydagilarni ko'chirish davrida borib qarasam o'sha oq listni topib qoldim. Ya'ni yonini shuna chiqib qoldi. Ishonasizmi? O'sha vaqtda shu narsani ko'rdimda tanam muzlab. Shuna bir daqiqaga tanam muzlab qoldi. Nega? Xuddi o'zim xohlaganimdaqi davlatlarga sayohat qilgandim. O'zimga Malibu olgandim, onamga mashina sovg'a qilgandim. Daromadim juda katta bo'lgandi va men bu narsani ishlaganidan ko'rib hayratda qoldim. Shu sabab hozir men sizga 3 daqiqa vaqt beraman. Ko'p emas. Atiga 3 daqiqa vaqt. Men shu 3 daqiqani ichida shunchaki yozing, o'zingizdagi eng katta xohishingiz borku, men shu 1 yil ichida amalga oshirishni xohlagan, 1 yil ichida erishishni xohlagan 10 ta eng zo'r xohishlaringizni shunchaki xuddiki erishgandek mana shu chatda ochaman, mana shu chatga yozing. Uy olmoqchimisiz? Alhamdulillah o'zim orzu qilgan, masalan, uyni oldim yoki alhamdulillah masalan mashina oldim, alhamdulillah qarzlarimni uzdim, o'qishga kirdim, farzandli bo'ldim, diplom oldim, IELTS oldim va hokazo. O'zida 10 ta xohishingizni shu tarzda yozib qo'ying. Bu sizga xuddi mendagidaqa shok, wow effektini beradi. Qanchadir vaqtdan keyin baribir o'sha narsa amalga oshganini o'zingiz ko'rasiz. Hozir men izohlarni ochaman, chatni ochaman. 3 daqiqa shu narsaga vaqt ajratamiz va 3 daqiqadan keyin o'sha biz siz bilan mana shu maqsad mavzusiga chuqurroq kirishni boshlaymiz. Xo'pmi do'stlar? Tushuntirishim, ovozim, hammasi yaxshi bo'lyaptimi sizlarga? Tak, izohlarni ochyapman. Yaxshi. Bo'ldi. Diqqat, bitta spiskaga yozinglar. Xo'pmi do'stlar? Bitta ro'yxat qilib, masalan, 1, 2, 3 qilib 10 ta maqsadingizni shuni bitta ro'yxatga oldin yozib oling o'zingizga va keyin guruhga tashab qo'ying. Bu o'zingiz uchun. Ya'ni har bittasiga xuddi erishilgandek bo'lish kerak. Ya'ni masalan, erishmoqchiman, qilmoqchiman, bormoqchiman, olmoqchiman emas yoki olishni xohlayman emas. Shunchaki oldim, qildim, bordim va minnatdorchilik bo'lishi kerak. Ya'ni Allohim, masalan, o'zimga mashina oldim, alhamdulillah. O'qishga kirdim, o'zim orzu qilgan Westminsterga o'qishga kirdim, alhamdulillah deb shunaqa bir minnatdorchilik bilan prosta yozib qo'yiladi. Va men sizga buni hozir qanday ishlashini batafsil ichiga kirib tushuntirib beraman. Siz shunchaki hozir 3 daqiqa ichida, mana hozir 21:33 bo'libdi. 21:35 gacha, 36 gacha mana shu topshiriqni bajaring. Tak. O'ntasini bitta qilib yozib olinglar do'stlar. Yozamiz, men hammanikini qarayapman.
Minnatdorchilik bilan yozish esdan chiqmasin. Alhamdulillah jantira oldim, alhamdulillah uy oldim. Alhamdulillah masalan o'qishga kirdim. Shunaqa yozish kerak minnatdorchilik bilan. Prosta o'zini yozib qo'ymaylik. Yaxshi, молодец. Ana endi hamma tushunishni boshlayapti. Zo'r. Bir daqiqa do'stlar. Tezlashamiz. Zo'r, молодец. Bir marta yozib qo'ysangiz yetadi. Zo'r. Bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Hamma yozib bo'ldi degan umiddaman. Agar ulgurmagan bo'lsangiz ham hech qisi yo'q. Mavzudan keyin, ya'ni darsdan keyin yana yozib qo'ysangiz bo'ladi. Endi meni diqqat bilan eshitasiz. Nega bu mavzuga muhim qadam deb nom berdim? Muhim qadam deb aytdim. Chunki hayotimiz o'zgarishi bu hammasi orzudan, niyatdan, xohishdan boshlanadi. Ya'ni siz har doim nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda ichingizda xohish paydo bo'ladi. Xohish, masalan, shunchaki bir niyat paydo bo'ladi-da. Mana borib birdaniga uyg'ondingizda birdaniga borib mashina olmaysiz yoki uyg'ondingiz, borib birdaniga uy olmaysiz yoki bo'lmasam uyqudan turdingiz, hattoki ovqatlanmoqchi bo'lsangiz ham birinchi ichingizda bir xohish paydo bo'lishi kerak. O'shandan keyin o'rningizdan turib ovqat olasiz-da, ovqatlanasiz. Xuddi shunaqa, ya'ni hayotimizni o'zgarish nuqtasi bu birinchi navbatda xohish bo'lyapti. Endi shunchaki xohishni o'zi esa bizni maqsadlarimizga yetarli hisoblanmaydi. Bizda mana shu maqsadlarimizga erishish uchun insonlar ko'pincha har doim nimanidir xohlashadi yoki har doim nimanidir orzu qilishadi yoki o'zlarining oldiga aniq maqsad qo'yishadi va bu maqsadlarga erishishadi. Endi keling, men sizga mana shularni farqini tushuntirib beraman. Shunchaki xohish bu nima? Shunchaki xohish bu bizni hayolimizda nimagadir ega bo'lishga nisbatan bitta kelgan bir fikr xolos. Ya'ni zo'r mashinam bo'lsa edi. Bu xohish. Bu xohish hisoblanadi. Men o'zimga bitta zo'r mashina sovg'a qilaman, o'zimga zo'r mashina olaman tug'ilgan kunimda. Bu orzu. Ana endi men 2026-yil o'zimning tug'ilgan kunimda o'zimga qop-qora rangli Malibu Turbo avtomashinasini naqd pulga borib sotib olaman. Mana bu maqsad. Tushundingizmi? Ya'ni qaniydi meni mashinam bo'lsa edi, bu xohish, o'zimga mashina sovg'a qilishni xohlayman. Bu orzu va aniq aytishimiz o'sha bu maqsad hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz va yaqin o'rtog'ingiz turibdi. O'rtog'ingiz maqsadni masalan qo'yapti. O'zini oldiga masalan shunaqa maqsad qo'yapti. Men sayohatga chiqmoqchiman deb o'zini oldiga maqsad qo'yapti. Va siz aytayapsiz, yo'q, men 2026-yilda aytaylik iyun oyida Dubayga borib Burj Xalifani tagida rasmga tushmoqchiman deyapsiz. Ya'ni kimni maqsadi tezroq amalga oshadi deydigan bo'lsangiz, bu sizning maqsadingiz tezroq amalga oshadi. Nega? Chunki sizda aniqlik bor, maqsadingizga muddat bor, qilmoqchi bo'lgan ishingizga nisbatan aniqlik borda va aynan mana shu aniqlik bor bo'lgan joyda bizning xohishlarimiz, maqsadlarimiz, niyatlarimiz tezroq oshadi, amalga oshadi. Tasavvur qiling, restoranga kirdingiz ovqatlanishga, kafega, restoranga kirdingiz ovqatlanishga. Oldingizga ofitsiant kelyapti, ofitsiantga qarab, "Menga ovqat bering" deyapsiz. Ofitsiant hayron qoladi-da, "Ovqat bering. Okey, qanaqa ovqat bersam ekan? Nima ovqat yegilari kelyapti ekan" degan ularda ichida, miyasida bir dunyo savollar paydo bo'ladi.
qanaqa ovqat ekan, nima ovqat ekan deganda, o'sha vaqtda siz agar ovqatni anig'ini aytadigan bo'lsangiz, menga masalan osh bering, somsa bering, mastava bering deb aniq so'rasangiz, ofitsiant sizni zakasingizni, sizni xohishingizni tezroq olib kelib beradi. Endi xuddi shu narsa, xuddi shu jarayon bizning hayotimizda. Siz masalan tug'ildingiz, o'sayapsiz, ishlar bilan bandsiz va shunchaki mashina olishni xohlaysiz. Lekin dunyoda har xil turdagi mashinalar bor. Eski mashinalar bor, yangi mashinalar bor, yoki bo'lmasam kreditga mashinalar bor, naqd pulga mashinalar borda, har xil mashinalar bor. Yokida uy olmoqchisiz. Uyim bo'lsa edi deyapsiz. Bu yerda aniqlik bo'lmasa, mana bunaqa savollar paydo bo'ladi-da. Biz yashayotgan hayotimizda mana shunaqa savollar paydo bo'lib qoladi. Qanaqa uy, qanaqa mashina, qanaqa rangi bo'lsin, naqdgami, kreditgami, kichkinami, kattami. Masalan, ko'pchilik niyatni mana shu qo'yayotgan vaqtida xato niyat qilib qo'yishadi-da. Ya'ni biroz noto'g'ri niyat qilishadi. Ya'ni ko'p pul topsaydim deydi. Ko'p pul, qaniydi meni ko'p pulim bo'lsa, ko'p daromadim bo'lsa deydi. Har doim ko'p pullar orasida bo'ladi. Masalan, ko'p pullar qanday ma'noda? 1000 so'mlik, 2000 so'mlik yoki bo'lmasam tangalar orasida qo'liga ko'p pul ishlaydi, lekin baribir umumiy qiymati masalan kam bo'ladi. Juda ko'pchilikka savol beraman-da, hozirgi daromading qancha va qancha daromad qilmoqchisan desam, ishonasizmi, 90% odamlardan mana shu fikr eshitilinadi. Ya'ni ko'p pulim bo'lsa edi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yo'q do'stlar, miqdor belgilasak, o'sha miqdorga yarasha bizning hayotimizda imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ya'ni kimdir bizga kelib u pulni tashab ketmaydi, uyimizga qoldirib ketmaydi, qayerdadir lotereyadan yutib olmaymiz. Shunchaki hayotimizda imkoniyatlar, kerakli insonlar, kerakli vaziyatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Yaxshilab e'tibor bering-da, o'zingizda oldingi mana shu hozirgi hayot tajribangizga e'tibor bering. O'qishga kirishni xohlagan vaqtingizda yaxshi ustozlar topgansiz, yaxshi o'quv markazlaridan masalan darslar chiqqan yoki bo'lmasam o'sha sizni o'qishga olib kirib qo'yishga yordam beradigan qandaydir insonlarga duch kelgansiz yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingizga e'tibor bering. Qanaqa turmush o'rtoq xohlagan bo'lsangiz, bugun xuddi o'shanaqa turmush o'rtoq sizning yoningizda bo'lishi mumkin. O'zingizning hayotingizga e'tibor bering, bolalikdagi orzularingizga e'tibor bering. Qanchadir qismini siz hozirda yashayapsiz. Nima uchun? Chunki biz nimani xohlaydigan bo'lsak, biz nimaga qarab intiladigan bo'lsak, o'sha xohlagan, intilgan narsalarimizga nisbatan hayotimizda vaziyatlar, kerakli insonlar paydo bo'lishni boshlaydi. Shu sabab maqsad qo'yayotgan vaqtimizda oldimizda aniq ko'ra olishimiz kerak, aniq tasavvur qila olishimiz kerak, nimaga qarab intilayotganimizni. Qachonki maqsadimiz aniq bo'lsa va biz u maqsadga qarab intiladigan bo'lsak, o'shanda bizning hayotimizda o'sha o'zgarish sezilarli darajada bo'ladi. Va bitta muhim qoidani men sizga tushuntiraman. Bu xatoni juda ko'pchilik insonlar amalga oshirishadi. Bu qanday xato deydigan bo'lsangiz, mana hamma oldiga maqsad qo'yish kerak bo'lgan vaqtda maqsadini aniq qilib qo'yadi. Lekin baribir siljish, oldinga qarab o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, mashina olishni xohladingiz, aniq qildingiz, lekin o'zgarish yo'q. Uy olishni xohladingiz, lekin o'zgarish yo'q. O'sha vaqtda juda ko'pchilik bitta xatoni yo'lga qo'yishadi. Bu qanaqa deydigan bo'lsangiz, A nuqtani va B nuqtani aniq qilib qo'yishmaydi. Kimdir aytadi, B nuqtani belgilaydi. Masalan, uy olmoqchi, mashina olmoqchi, lekin A nuqta hozirgi turgan joyini bir savoli ochiq qoladi. Masalan, biz miyamizga aniq qilib ko'rsatishimiz kerak, hozir qayerda ekanligimizni va qayerga qarab ketayotganimizni. Men bu texnikani nomini tan olish texnikasi deb aytaman. Juda zo'r ishlaydi, aynan mana shu texnika. Hayotingizda imkoniyatlar ochilishiga juda zo'r ishlaydi. Bu qanaqa? Tochka A ga biz yozamiz. Ya'ni tan olaman degan so'z bilan. Tan olaman. Masalan, hozir sizda nima muammo bor yoki hozir sizda nima yo'q? Tan olaman, hozir masalan qanchadir so'mma qarzim bor. Qarzim bor. Ya'ni tan olaman. Bu yerda masalan Allohim deb yozsak ham bo'ladi. Allohim tan olaman. Mana buncha so'mma meni qarzim bor. Okey, yozdik. Endi B nuqta bu nima? B nuqta qanaqa? Allohim men xohlayman. Allohim men xohlayman. Bu yerda aniq sana bilan yozamiz. Aniq sana qanaqa?
masalan, keyingi 3 oy ichida yoki bo'lmasam 15-martgacha, masalan, 15-martgacha haqdorlarga hamma to'lovlarimni qilib, o'zimni ortiqcha pulim bo'lishini, masalan, yoki Allohim men xohlayman 15-martgacha hamma to'lovlarimdan qutulishni. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam tan olaman, Allohim hozir meni mashinam yo'q. Allohim men xohlayman 2026-yil 20-iyungacha o'zimni qop-qora rangli Gentra avtomashinam bo'lishini va men uni naqd pulga sotib olishni xohlayman. Tushundingizmi? Ya'ni A nuqta va B nuqta bilan biz maqsadni qo'yadigan bo'lsak, bizni miyamizda aniqlik, mana bu bo'shliq qolmaydi. Biz agar shunchaki B nuqtani o'ziga bog'lanib qoladigan bo'lsak, miyamizda bo'shliqlar turadi va aynan mana shu bo'shliqlar bizning hayotimizda yangi imkoniyatlar kirib kelishiga to'sqinlik qiladi. Tasavvur qiling, siz taksi chaqiryapsiz, taksiga telefon qildingiz va aytyapsiz: "Meni mana shu joydan olib keting" deb aytyapsiz. Va taksi oldingizga keldi, qayerga boramiz deyapti, lekin manzil aytmayapsiz. Yoki bo'lmasam taksiga telefon qildingizda, "Men Samarqandga bormoqchiman" dedingiz. "Okey" dedi taksist. "Bo'ldi, xo'p, olib borib qo'yaman" dedi. Sizni qayerdan olib ketay degan savolga javob bermayapsiz. Tushundingizmi? Xuddi o'sha vaziyatga o'xshaydi bu narsa ham. Ya'ni biz A, B nuqtani qo'ygan vaqtimizdan keyin hayotimizda sekin siljish boshlanadi. Tushundingizmi? Men sizga vazifa beraman. O'zingizda hozirgi masalan qanaqa muammolaringiz bo'lsa yoki qanaqa xohishlaringiz bor bo'lsa, mana shu texnikadan foydalangan holatda eng kamida mana shu 10 tasi yoki 15 ta maqsad, problema, muammolaringizga shu texnikani bajaring. Bu zo'r ishlaydigan texnika. 2019-yilda nimani? Mikrofonmi? Aha. 2019-yil ofitsiantlik qilib yurgan vaqtimda shunaqa bitta voqea bo'ldi. Ishdan chiqib ketdim. Oyligi ham kerak emas, ishi ham kerak emas. Bo'ldi, to'ydim dedimda chiqib ketdim. Chiqib ketyapman, uyga borgungacha, kechasi soat 2 uyga borgungacha ko'zimda shunaqa yosh oqyapti-da va ichimdan Allohga anidirmanida nolyapman. Allohim, nimaga hayot bunaqa? Men yaxshi o'quvchiman, masalan, maktabda yaxshi o'qiyman. Hamma narsamiz zo'r. Maktabda hamma meni hurmat qiladi, lekin nega men o'zimni qadrimni bilmasam, mana shunaqa joyda arzimas summaga ishlab yuribman? Allohim, men tan olaman, hozir hayotim men bunaqa, men shunaqa vaziyatda yashayapman, oilam bunaqa. Allohim, men xohlayman men bunaqa bo'lishini deb ichimdan mana shu niyatni o'tkazdim. Tushundingizmi? Ya'ni mana shu texnikani men o'zim bilmagan holatda bajardim. Va ishonasizmi? Keyingi aynan mana shu so'zlarimdan keyin, aynan mana shu ichimdan chiqqan ovozdan keyin oradan 4 oy, 5 oy vaqt o'tgandan keyin karantin keldi. Karantindan keyin men uyda o'tirib faqat o'zimda ishlashni boshladim, psixologiyaga qiziqishni boshladim va sekin astalik bilan hayotim o'zgarib, hozirgi darajamgacha masalan keldi. Nima demoqchiman? Aynan mana shu texnika sizga maqsadlaringizga erishishingiz uchun kerakli imkoniyatlar, vaziyatlar, insonlar chiqishiga juda katta sababchi bo'ladi. Kimga tushunarli bo'lyapti do'stlar? Yoqyaptimi sizga mavzu tushuntirishim yoki bo'lmasam berayotgan informatsiyalarim? Agar hammasi zo'r bo'lsa, shunchaki zo'r deb yozinglar chatga. Bu men uchun bitta qiziq. Bu menga anaqa energiya beradi. Chatga yozib yuboringlar do'stlar. Mana men chatni ochyapman. Ochdim chatni. Agar tushuntirishim yoki bo'lmasam sizga berayotgan informatsiyalarim, mavzularim qiziqarli, yaxshi chiqayotgan bo'lsa, iltimos shunchaki zo'r deb yozib yuboringlar. Yaxshi. Aha. Zo'r, ajoyib. Endi demak, maqsad mavzusini to'liq tushuntira oldim, Ya'ni hayotimiz o'zgarishi aynan o'z oldimizga A, B nuqtamizni aniq qilib belgilab olishimizdan boshlanar ekan.
Bu birinchi qadam edi. Hayotimiz o'zgarishi uchun yordam beradigan birinchi qadam edi. Endi ikkinchi qadam bu nima? Ikkinchi qadam bu aynan chatni yopasizlar. Ikkinchi qadam bu nima? Ikkinchi qadam bu o'zimizdagi bor diqqatimizni, bor energiyamizni, bor quvvatimizni aynan maqsadlarimizga qaratishni boshlash. Men mikrofonni jaketga olib olsam bo'ladi. Kostyumda odam isib ketdi. Tak, bir daqiqa do'stlar. Tak. Endi zo'r. Demak, ikkinchi qadam bu nima? Ikkinchi qadam bu o'zimizdagi bor diqqatimizni, bor energiyamizni aynan maqsadlarga qaratishni boshlash. Bilasizmi, oddiy hayotda o'rtacha insonlar har kuni ertalab uyg'onishadi, qanaqadir bir og'ir kayfiyat bilan. Hayotidan nolib, bugun yana shu ishga borishim kerak. Hozir mashinani yana qizdirib, yana taksiga chiqishim kerak. Bugun qarzlarni to'lash kerak. Bugun mana buni to'lovlari bor degan o'ylovlar bilan uyg'onishadi. Va kunni aynan qanaqadir bir noshukrlik bilan, qanaqadir shunaqa bir kayfiyatda boshlashadi-da. Va bu nima qiladi bilasizmi? Bu insonlardagi muammolar yanada og'irlashishiga, insondagi problemalar yana ko'payishiga juda katta sababchi bo'ladi. Bizni diqqatimiz aynan nimaga qaratilinadigan bo'lsa, o'sha joyda o'sish bo'ladi, o'sha joyda rivojlanish bo'ladi. Muammolarni biz qancha ko'p o'ylaydigan bo'lsak, aynan o'sha muammolar shunchalik ko'payishni boshlaydi. Tashvishlar shuncha ko'payishni boshlaydi. Maqsad nima? Maqsad bu o'zimizdagi diqqatni, energiyani ayni damda o'zimizda bor bo'lgan imkoniyatlarga qaratish. Ertalab uyg'ongandan keyin farzandlaringizga e'tibor bering, farzandlaringizga. Yurishibdi, masalan, chiroyli uyda yashayapsiz, uyingiz bor, boshingizda uyingiz bor-da. Masalan, ko'chada uxlamayapsiz, ostanovkada uxlamayapsiz. Uyingizda uyg'onyapsiz, issiq joyda. Yeydigan ovqatingiz bor, yeyishga, qanaqadir ma'noda sog'lomsiz. Tushunyapsizmi? Mana shu narsaga shukr qilib, erta tongni boshlaydigan bo'lsangiz, bu sizga kun davomida barakali yurishingizga, yaxshi kayfiyatda yurishingizga, hayotingizda bir imkoniyatlar ko'p bo'lishiga yordam beradi. Mana e'tibor bering-da o'zingizga. Masalan, ertaga sinab ko'ring. Uyg'ondingizmi? Birinchi navbatda shuna bir ibodatlarni qilib olganingizdan keyin, namozlarni o'qib olgandan keyin, chin dildan Allohga bir shukr qiling-da, keyin ishga chiqing. Kimdir sizga ortiqcha pul tashab ketadi yoki klientlaringiz ko'p bo'ladi, savdoingiz barakali bo'ladi. Qanaqadir ma'noda siz hayotga kulib qarashni, hayotdagi mana shu muammolaringizni boricha qabul qilib, o'sha narsalarni yechimini Allohdan izlashni boshlagan vaqtingizda, ular mana shu muammolaringiz ham yechimi ancha osonlashib ketaveradi-da. Hayotingizda bir qanaqadir bir baraka paydo bo'lishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni diqqatimiz mana shu muammolarga qaratilsa, muammolarni o'ylab, siqilib, nolib, xafa bo'ladigan bo'lsak, ahvolimiz yanada battarlashadi. Lekin muammolaringiz bor, bilyapsiz, masalan, sizda qanchadir muammolar bor. Lekin tasavvur qiling, mana sizning muammoyingiz boshqa bir insonning muammosini oldida juda bir kichkina ahamiyatga ega bo'ladi. Hamma o'zining muammosiga muammo deb o'ylashi uchun ahamiyatini prosta oshirib yorishadi-da. Masalan, qarzingiz bormi? Qarzingiz bor, qarzga kirib qoldingiz. Xato qilgan bo'lishingiz mumkin, noto'g'ri sarflagan bo'lishingiz mumkin, qarzga kirib qoldingiz. Lekin agar mana shu daromadingizni oshiradigan bo'lsangiz, oyiga yetarli darajada qanchadir summa topadigan bo'lsangiz, bu qarzni uzish siz uchun muammo bo'lmaydi. Nima qilish kerak bo'ldi? Qarzni o'ylab siqilish kerak emas-da, qanaqa qilib o'sha daromadimni oshirsam ekan, qanday qilib o'sha ko'proq pul topishni boshlasam ekan degan o'ylov bilan o'sha yashashni boshlasangiz, yangi imkoniyatlar chiqadi, yangi joydan ish taklif qilishadi yoki qo'shimcha qanaqadir ishlar chiqadi-da, o'sha sekin vaziyatingiz o'zgarishni boshlaydi. Qarzga kirgan vaqtingizda, mana insonlar o'sha chuqurlikka, botqoqlikka tushib ketishining asosiy sababi bu mana shu qarzni o'ylab, qarzdan siqilib, qarzdan qanaqadir ma'noda juda qiynalib, o'zini chorasiz hisoblashi asosiy muammo hisoblanadi-da. Shunchaki vaziyatni o'zgartirishimiz bu bizani o'sha vaziyatga qarashimizga bog'liq. Ya'ni o'sha bo'ldi, qarzga kirdim. Okey, Allohim, men tan olaman, hozir shuncha qarzim bor. Allohim, men xohlayman, men buncha daromadga chiqib, qarzlarimdan qutulib ketishni deb niyat qilib oldingiz-da, endi nima qilsam bo'ladi?
daromadimni oshirish uchun. Aynan qaysi ish bilan shug'ullanib ko'rsam bo'ladi, qaysi ish qo'limdan ko'proq keladi, nimani men boshqalardan ko'ra yaxshiroq uddalayman degan o'zingizga beriladigan savollar orqali o'zingizning ichingizdagi xohishingizni topa olasiz. Va mana shu xohishlaringizni amalga oshirish uchun o'sha siz harakat qiladigan bo'lsangiz, Allohdan duo qilib so'raydigan bo'lsangiz, bu xohishlaringiz o'sha tezroq amalga oshishni boshlaydi-da. Mana bu muammolaringizdan tezroq chiqib ketasiz. Juda muhim hisoblanadi bizning kayfiyatimiz. Kayfiyatingizni aslo tushirmasligingiz kerak. Mana shu qarzga kirganingizda yoki muammolar ishga kirib qolgan vaqtingizda. Chunki kayfiyatingiz tushdimi, emotsional holatingiz tushib ketadi. Emotsional holat tushib ketgandan keyin inson hech narsani xohlamay qoladi. Na pul, na muammolarni hal qilish, odam hech narsani xohlamay qoladi-da. Shuning uchun maksimal darajada kayfiyatni balansda ushlashimiz kerak, bir tekislikda va dalshi davom etishimiz kerak, oldinga harakat qilishda. Yaxshi kayfiyat bilan ertalab uyg'ondik, qanaydir ma'noda ichimizdan shukronalikni his qildik, farzandlarimizga yaxshi muomala qildik, ayolimizga yaxshi muomala qildik, ota-onamizga yaxshi muomala qildik, duosini oldik va ketdik rizqimizni qidirishga. Yo'limizda insonlar chiqadi, boshqalar qanaqadir holatlar bo'ladi. Hamma narsani kulib qabul qilishni boshlagan vaqtimiz, anaqa ahamiyatini tushirib, mayli degan bir etapga o'tadigan bo'lsak, o'sha ishoning hayotda shunaqa baraka to'lib ketib qoladi. Baraka to'lib ketadi, o'sha hayotimiz sekin-astalik bilan o'zgarishni boshlaydi. Menda ham xuddi shunaqa bir holatlar bo'lgan. Men sizga hozir qaysidir kitobdan o'qib olgan ma'lumotlarimni sizga aytib bermayapman. Men tirik tajribani sizga ulashyapman. Ustozlarimdan o'rganganlarimni, o'zim hayotimda sinab ko'rganlarni hammasini jamlab sizga beryapman do'stlar. Shuning uchun ertadan boshlab, mana bugun uxlaysiz, ertadan uyg'onganingizdan boshlab quvonch bilan boshlang kunni. Quvonch bilan, chiroyli, zo'r tabassum bilan, yaxshi, xuddiki hech qanday muammolaringiz yo'qdek boshlang kunni va o'sha kayfiyatni kechgacha saqlashga harakat qiling va bu jarayonni har kuni takrorlang, o'zingiz ko'rasiz hayotingizda qanchalik darajada o'zgarish bo'lishini. Xo'p, demak, ikkinchi qadam kimga tushunarli bo'lgan bo'lsa, iltimos chatga zo'r deb yozib yuboringlar. Ikkinchi qadam kimga tushunarli bo'lgan bo'lsa, iltimos chatga zo'r deb yozib yuboringlar. Men hozir chatni ochaman. Tak. Yaxshi, chat ochildi. Chatga yozamiz zo'r deb. Aha. Yaxshi. Ajoyib. Zo'r. Demak, birinchi bitta xulosa qilib olamiz. Birinchi navbatda biz o'zimizni oldimizga aniq maqsadimizni qo'yishimiz kerak ekan. Maqsadlarda 3 xil narsa bor, ya'ni xohish, orzu va maqsad bo'lar ekan. Xohishlar bu shunchaki fikr, orzular bu shunchaki bitta niyat, maqsad esa bu o'sha aniq reja qilingan, muddati bor bo'lgan aniq narsalar, ya'ni zanjir qanday ma'noda. Dubayga borishni maqsad qilyapsiz, lekin Dubayga borishdan maqsad aytaylik aylanish, sayohat qilish, Burj Xalifani ko'rish masalan. Maqsadlarni biz qancha zanjirlab bitta maqsadimizni bir nechta xohishlarga zanjirlab qo'yadigan bo'lsak, u maqsadimiz shuncha tezroq amalga oshadi. Masalan, uy olishdan maqsad nima? Uy olishdan maqsad tinch xotirjam yashash, uyimga qarindoshlarimni mehmonga chaqirish, har kun kechqurun tahajjud namozini o'qish, uyimni balkonidan har kun ertalab uyg'onganimda bir stakan kofe ichish degan xohishlarga bu maqsadingizni bog'laydigan bo'lsangiz, u maqsad sizga tezroq kelishiga masalan sabab bo'ladi. Ikkinchi qadamda esa biz nima qilishimiz kerak ekan? O'zimizni diqqatimizni, energiyamizni, bor mana shu energiyamizni muammolarni o'ylashga emas, mana shu maqsadlarga intilishga ishlatishimiz kerak ekan. Ya'ni muammolarni o'ylab siqilib, yotib qolmasdan, yaxshi kayfiyatda yurib, ko'proq e'tiborimizni, ko'proq diqqatimizni aynan mana shu maqsadga erishishga nisbatan ishlatishimiz kerak bo'lar ekan, do'stlar. Endi 3-qadamga keladigan bo'lsak, 3-qadam bu nima? 3-qadam bu bitta narsani tushunishingiz kerak. Allohga oson degan narsa bor. Ya'ni Allohga oson. Sizda har qanday muammoyingiz, sizda har qanday o'sha xohishingiz
Allohga oson. Shu narsani tushunib olishingiz kerak. Masalan, men e'tibor beraman, yaqinda emas, 3 oy oldin yaqin o'rtog'im mashina olmoqchi bo'ldi. Mashina olish uchun pul yig'yapti, mashina olmoqchi. Keyin so'radim, "Qanaqa mashina olmoqchisan?" deb so'radim. Men bilmadim, o'zimga Sparkmi, Gentra'mi olaman, kreditga deb aytdi. Keyin aytdim, "O'rta, unaqa niyat qilma, niyatni aniq qilib qo'y. Alloh shunga yarasha baraka beradi" dedim. Realist-da, o'rtog'im realist, unaqa qayerdan beradi? Ishim tayin bo'lsa, ishini shuncha oylik oladigan bo'lsam, qanday qilib men hozir mana bunaqa mashina olaman deyman? Baribir o'zgarmaydi-ku hech narsa deyapti. Keyin men uni majburlab, o'zim mana shu formulalardan kelib chiqqan holatda unga yozdirdim. Mana shu aniq maqsad qo'ydirdim. Inomarka olishni, naqd pulga olishini, shunaqa bir aniq niyat bilan yozdirdim. O'zim oldida turib. Va ishonasizmi? Bu holat 3 oy oldin, 4 oy oldin bo'layotgan bo'lsa, o'sha do'stim o'ziga yaqinda mashina oldi, inomarka oldi. Spark emas yoki Gentra emas yoki boshqa mashina emas. Inomarka, mana bu Xitoydan chiqayotgan mashinalarni oldi. Mashina olayotgan vaqtida unga qarindoshlari yana qo'shimcha pul berdi. Xullas, unga pul keldi-da, u mashinani naqd pulga o'zini nomiga oldi. Tushunyapsizmi? Ya'ni insonlar o'zini oldiga maqsad qo'yayotgan vaqtida o'zini imkoniyatidan kelib chiqib qo'yadi-da maqsadda. Hozir $500 pul topayotgan bo'lsam, masalan, 1 yildan keyin ham $500 topaman degan bir fikrda yashashadi va bu eng katta xato hisoblanadi. Tushundingizmi? Hozir $500 topayotganingiz bu sizni 1 yil, 2 yildan keyin ham shuncha pul topasiz degani emas. Agar siz hozir $500 topib, $1000 topishni reja qiladigan bo'lsangiz yoki kattaroq maqsadni oldingizga qo'yadigan bo'lsangiz, Alloh sizga o'sha maqsadingizga nisbatan barakani beradi. Hamma joydan, har xil joylardan o'sha maqsadingizga erishishni yo'llari paydo bo'ladi. Bu gapimga siz ishonmasligingiz mumkin. Ayniqsa agar erkak kishi, o'g'il bola, akam bo'lsangiz, bu gapim sizga shunchaki nima deydi, ertakdek tuyulishi mumkin. Lekin ishoning, o'zingizning cho'ntagingizdan kelib chiqqan holatda emas, Allohning qudratidan kelib chiqib, men o'zimga mana shu narsani mana shu vaqtgacha inshaalloh qilaman. Allohim o'zing imkon berdi. Maqsad qo'ying, bu maqsadingiz amalga oshadi. Tushundingizmi? Har doim insonlar qiladigan bitta juda katta xato bor. Oldiga maqsad qo'yayotgan vaqtida o'zini imkoniyatidan kelib chiqadi yoki kimgadir, nimagadir ishonib maqsad qo'yadi. Mana hozir aytaylik, bankdan kredit olamanda, borib o'zimga men bu ishni qilaman yoki akam menga pul yuboradi, o'sha yuborgan puliga men bunaqa ish qilaman deb vaziyatini, men bu erishmoqchi bo'lgan maqsadini kimgadir yoki nimalargadir bog'lab qo'yishadi. Va bilasizmi, eng katta alam qiladigan narsa, kimgadir bog'lab qo'yildingizmi, o'sha maqsadingiz amalga oshmaydi. Kimdandir pul kutyapsiz-da, o'sha pulga nimadir reja qilyapsizmi, o'sha pul kelmaydi. Nimadir masalan kutyapsiz, kutgan narsangiz amalga oshmaydi. Alloh sizda aynan shu narsalar bilan, shu holatlar, shu vaziyatlar bilan sizni sinab qo'yadi. Tushundingizmi? Ya'ni bizni rizqimizni beradigan ham, bizdan o'sha rizqni oladigan ham Allohning o'zi hisoblanadi, do'stlar. Va biz qanchalik buni kimgadir bog'lab qo'yadigan bo'lsak, o'sha insonlar bilan sinalib qolamiz. Shuning uchun nima maqsadingiz bo'lsa, Allohga bog'lab qo'ying. Nima rejangiz bo'lsa, Allohga bog'lab reja qiling va nima xohish, muammolaringiz bo'lsa, yechimini ham Allohdan duo qilib so'rang va o'ziz qo'lingizdan keladigan maksimal hamma sababini qiling. Har qanday maqsadingizga ham erishasiz va har qanday muammongizga ham yechim topasiz. Tushuntira oldimmi? Kim mana shu gaplarimdan o'ziga yaxshi insight oldi yoki qanaqa insight oldi, guruhga yozinglar, men o'qiyman. Bu juda muhim. Ya'ni meni shunchaki tinglashingiz emas, meni har bitta gapimdan nimanidir tushunishingiz men uchun juda ham muhim hisoblanadi, do'stlar. Chatga yozing. Nima tushundingiz? Nima insight keldi? Nima fikr keldi? Kim o'zini xatosini ko'rdi? Aha.
Yaxshi, zo'r. Zo'r, ajoyib do'stlar. Demak, maqsadlar bilan hayotimiz o'zgarishi uchun hozir men sizga 3 tagina qadamni tushuntirdim. Hali oldinda 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi kunlarimiz bor. Do'stlar, 5 kun davomida mendan konsultatsiya so'ramang, mendan kurs so'ramang, mendan nimadir darslar so'ramang. Hammasini men sizga shunday beraman. O'zim mana shu darslarimda sizga go'shtli ma'lumotlarni beraman. Mendan so'rashingizga hojat ham qoldirmayman. Shu sabab ham administratorlarimga kimlargadir yozib o'tirmang va kimdir sizga yozsa ham ularga javob qaytarmang. Men sizga hech qanday kurs sotmayman. 5 kun davomida men sizga hech qanday taklif bermayman. Men sizga shunchaki foyda bermoqchiman, shunchaki ilm bermoqchiman Alloh roziligi uchun. Do'stlar, kelishdikmi? Endi ertangi darsimizda men sizga aynan mana shu maqsadlar bilan bog'liq bo'lgan maqsadlarga yanada tezroq erishishimizga yordam beradigan boshqa muhim jihatlarni ham tushuntirib beraman. Ertangi darsimiz ham soat 21:00 da bo'ladi. Faqat meni sizga bugungi darsdan tayyorlagan maxsus sovg'am bor. Kimga bu sovg'a kerak? Hozir men sovg'a haqida qisqacha sizga aytib o'taman. Sovg'a bu nima? Men maqsadlarga 10 barobar tezroq erishishingizga katta bitta darslik yozganman. Katta darslik jonli efirda xuddi shunaqa formatda men dars o'tib berganman. U darsim o'zi aslida pullik, 1 million so'mdan odamlar to'lab u darsga qatnashgan. Lekin men sizga mana shu darslikni mutlaqo bepulga bermoqchiman. Faqatgina bittagina sharti bor. Kimga bu sovg'a kerak? Iltimos, manga deb yozinglar. Agar bu sizga kerak bo'lsa, men shartini tushuntiraman va beraman. Agar kerak bo'lmasa, shunchaki darsimizni yakunlaymiz. Chatni ochdim. Kimga kerak do'stlar? Bittagina sharti bor. Buni hozir men sizga tushuntirib aytaman. U darslik juda ham katta narsalarni tushuntirganman. Miya shuni ochiladi. Agar hozir mana shu 3 tagina qadamni eshitib qanaqadir miyangizda fikrlar shakllangan bo'lsa, ideyalar kelgan bo'lsa yoki zo'r energiyaga to'lgan bo'lsangiz, u darslikni ko'rib yanada ko'p energiyaga to'lasiz inshaalloh. Aha. Yaxshi. Zo'r. Ko'pchilikka kerak ekan. Zo'r. Ajoyib. Diqqat. Mana shu bonus darslikni olishni shartini men sizga tushuntiraman. Maqsadim ko'p insonga yordam berish va agar bugun siz bugungi darsga qatnashib qandaydir o'zingizga foyda olgan bo'lsangiz, men xohlardimki mana shu darsga o'zingizni eng yaqin do'stlaringizni, eng yaqin hamkasblaringizni yoki qo'shningiz bo'lishi mumkin. Xullas, anaqa begonalar emas. Aynan o'zingizni dilingizga eng yaqin olganlaringiz bo'ladi-yu, siz bilan fikr almashadigan, har doim yoningizda yuradigan do'stlaringiz. Aynan mana shu insonlarni taklif qilish uchun hozir men sizga maxsus silka beraman. Aynan mana shu maxsus silkani, darslikni e'lonini siz do'stlaringizga, yaqinlaringizga ulashasiz va screenshot qilib guruhga tashiysiz. Va guruhga tashib bo'lganingizdan keyin, o'sha vaqt tugagandan keyin mana shu silkasini, mana shu dars silkasini yaqin do'stlariga ulashganlar uchun o'sha aytgan, va'da qilgan bonusimni beraman do'stlar. Kelishdikmi? Ma'qulmi taklifim? Agar taklifim ma'qul kelgan bo'lsa, taklifim yoqqan bo'lsa, iltimos shunchaki okey deb yozib yuboringlar, ya'ni ok bor-ku. Okey deb yozib yuboringlar. Bu shunchaki taklifim ma'qul kelgan bo'lsa, agar taklifim yoqmagan bo'lsa, hech qisi yo'q. Chatni ochdim. Ko'ring, qani nechta odamga taklifim yoqdi. Aha. Zo'r, ajoyib, bo'ldi. Demak, diqqat, men hozir chatga maxsus silka yuboraman. Mana shu silkani o'zingizning hamma yaqinlaringizga, o'zingizning hamma do'stlaringizga ulashishingiz, yuborishingiz kerak bo'ladi. Tak. Mana
Chatga qaraysiz. Diqqat. Men chatni yopyapman. Meni diqqat bilan eshitasiz mana. Pul psixologiyasi asosiy katta kanalga qarasangiz, mana bu yerda rasm turibdi. Rasm turibdi. Men shu rasmli postni yubordim. Mana shuni ustiga bosib turganimizdan keyin pereslide, ya'ni yuborish degan tugma chiqadi. Pereslide, yuborish tugmasi chiqadi. O'zingizam agar bilsangiz kerak, tushunsangiz kerak. Shuni bosasizda, mana bu yerda kontaktlaringiz bo'ladi. Yaqinlaringizda, do'stlaringiz, hamkasblaringiz, qanaqadir kontaktlaringiz bo'ladi. Mana shu insonlarga shunchaki darslikni yuborasiz va keyin o'zingizda chizdi. Mana shu dars bo'lyapti, qatnash deb o'zingiz biroz tavsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Agar kirmasa, kirsa hech qisi yo'q, xursand bo'laman xolos. Va men hozir timerni yoqaman, telefonimda timer yoqaman. Ro'pararosa 5 daqiqa yetarli xolos. Ya'ni 5 daqiqa ichida hamma yaqinlaringizga, hamma tanishlaringizga bu postni yuboradigan bo'lsangiz va 5 daqiqa timer tugagandan keyin men sizga o'sha mana shu do'stlarni taklif qilganlarga maxsus maqsadlariga 10 barobar tezroq erishish katta darsligini, 1 million so'mlik darslikni mutlaqo bepulga sovg'a qilaman. Kelishdikmi do'stlar? Boshladik. Do'stlaringizga yuborasiz va screenshot qilib qo'ying, xo'pmi? Bu bizga tekshirish uchun kerak bo'ladi. Endi avvalambor hamma odamni tekshira olmaymiz, lekin bu o'zingiz uchun. Dars pulli dars-ku, men bepulga beryapman. Siz esa mana shu darslikni prosta olish uchun bitta shart bajaryapsiz-ku va men shu narsaga rozi bo'lyapman. Agar shartni bajarmasdan oladigan bo'lsangiz, bu dars sizga yuqmasligi mumkin. Tushundingizmi? Shu sabab bittagina shartni bajaryapsiz va evaziga olyapsiz. Shunaqa qabul qiling. Bu bilan siz yaqinlaringiz ham 5 kun davomida kerakli qanaqadir ilmni, bilimni olishlariga sababchi bo'lasiz va bundan tashqari menga ham ko'proq insonga yordam berishimga, ko'proq insonga darslarim yetib borishiga sababchi bo'lasiz. Kelishdik-a? Bo'ldi. Timerni qo'yapman. Vaqtni timerda yoqyapman do'stlar. Mana ro'pararosa 5 daqiqalik timer qo'ydim. 5 daqiqa. Bo'ldi. Mana shu timer tugagungacha do'stlaringizga yuborsangiz bo'ladi. Men esa ungacha sizga va'da qilgan bonusimni tayyorlab turaman. Yaxshi. Zo'r. O'zi tarqat bo'lganingizdan keyin shunchaki bugungi dars haqida fikrlaringizni yozsangiz ham bo'ladi. Men har birini kuzatib o'qib turaman va ishoninglar, oradan 1 soat o'tyapti, chatimizda haligacha 10 mingdan ortiq inson bor. Bu juda zo'r. Xursandman. 10 mingta insonni darsda ishlab turish, oho. Tezlashamiz do'stlar. 4 daqiqa vaqt qoldi. 4 daqiqaning ichida barcha yaqinlaringizga, barcha do'stlaringizga yuboringlar maksimal darajada. Ajoyib. Zo'r. Gap yo'q do'stlar, shuncha odam
jarayonda va men xursandman. Nega? Chunki shuncha odam bu narsaga harakat qilishyapti. Demak, shuncha odamga qandaydir bir kichkinagina bo'lsa ham nimadir foydam tegdi. Bundan juda xursandman. Tak, do'stlar 2 daqiqa vaqt qoldi. Zo'r, ajoyib. Ajoyib. O'sha o'rgatganimdek, shunchaki xabarni ustiga bosasiz, yuborish tugmasi chiqadi. Bu ro'yxat ichida yuborish, perislide degan tugma chiqadi. Shuni olasiz va o'zida yaqinlaringizga, tanishlaringizga, do'stlaringizga yuborib qo'yasiz. Bo'ldi. Guruhlaringiz bo'lsa, guruhlaringizga ham yuborishingiz mumkin. Maksimal darajada qancha ko'p tanishlaringizga ulashadigan bo'lsangiz, shuncha ko'p insonga foydamiz tegishiga sizda ham hissangiz qo'shilgan bo'ladi. Aytdim, maqsadim prosta shunchaki ko'proq insonga yordam berish edi va alhamdulillah men bu niyatimiz to'g'ri qilingan hisobiga 100 mingta insonni darsimizda yig'ish nasib qildi va o'z ko'rib turibsiz, jonli efirimizda ham 10 mingdan ortiq insonlar qatnashdi. Chunki begonalarni shunchaki qo'shib qo'yib bo'lmaydi, majburlab qo'shib bo'lmaydi guruhga. Faqatgina ssilkani ulashib, o'zi ixtiyoriyda tashab qo'ydingiz. Agar qo'shilsa qo'shildi. Bilimlar nasib qilgan bo'lsa, hech qisi yo'q, qo'shiladi. Bo'ldimi? Hamma ulashib bo'ldimi? 1 daqiqa vaqt do'stlar. Bir daqiqa vaqt, maksimal darajada o'z yaqinlaringizga ulashib qo'ying, bo'ldi. Zo'r, ajoyib. Bo'ldi, do'stlar, vaqt tugadi. Kim tarqatgan bo'lsa, chin dildan rahmat. Endi chatni yopaman, meni diqqat bilan eshitinglar. Mana shu bonusni tarqatgan, bonus olish uchun menga yordam bergan insonlar diqqatiga. Hozir chatni yopyapmiz. Diqqat. Hozir men maxsus ssilka beraman. Bu kanalda o'sha men bonus darslikni tayyorlab qo'ydim. Mana bonus darslik tayyor turibdi. Mana shu kanalga ulana olasiz. Bu kanalda mana ssilkasini tashlayapman. Tak. Qo'shilib olasiz va hozirgi darsdan keyin bemalol ko'rsangiz bo'ladi agar vaqtingiz bo'lsa. Bo'ldi. Tashab qo'ydim. Tez qo'shilib olasiz. Tez qo'shilasiz chunki men buni hozir o'chirib tashlayman. Qo'shilib olsangiz bemalol ko'ra olasiz. Qo'shilib olganlar iltimos qo'shildim rahmat deb yozib yuboringlar chatga. Mana chatni ochyapman. Qo'shilib olganingizdan keyin qo'shildim rahmat deb yozib qo'yasiz.
Rahmat demasangiz ham mayli. Qo'shildim deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p. Tezlashamiz. Tak. 2 daqiqadan keyin o'chiraman. Silkani. Shuni tezroq qo'shilib olinglar do'stlar. Zo'r. Молодец. Yaxshi. Xo'sh, qalay bo'ldi? Bugungi birinchi darsimiz. Yoqdimi sizlarga? Nimadir qiymat ola oldinglarmi? Nimadir tushuntira oldimmi sizlarga? Foydali bo'ldimi? Ertaga soat 21:00 da ikkinchi darsimiz bo'ladi. Ikkinchi darsimizda juda ham muhim narsalarni sizga tushuntiraman va eshitib, o'zingizning xatolaringizni ko'rib, u xatolarni qanday to'g'rilash kerakligini aniq tushunib yetasiz. O'sha aytganimdek 5 kun davomida xavotirlanmasdan jonli efirga kiravering. Menga sizning pulingiz ham kerak emas. Shunchaki vaqtingizni ajratib darslarga qatnashsangiz, sizga qanaydir foydam tegsa bo'ldi. Shuni o'zi yetadi menga. Bo'ldi, hamma qo'shilib oldi degan umiddaman. Bugungi shu, bugun sizlar bilan maqsad haqida gaplashdik, fikrlarimizni to'g'rilashimiz kerakligi haqida, Allohga tan olish texnikasi haqida sizlar bilan gaplashdik. Maqsadlarimiz Allohga osonligi, muammolarimizning yechimi ham Allohga oson ekanligi haqida sizlar bilan gaplashdik. Sizlarga qo'ldan kelgancha jaydari bilimlarni berdim. Barchaga rahmat. Bonusni olish uchun do'stlarimni taklif qilgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ertaga soat 21:00 da ikkinchi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Muhammadjon Rahmatullayev bo'ldi. Zo'r. Qale